Assalamu alaikum muhacir yaşayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Aziz oqillar xayrli bo'lsin. Men Yasin Mehmet. İsmim Yasin Mehmet. 1985-yili 7-ayning 5-kuni tug'ilgan. Yurtim Qashqar shaharlik Ko'zchiyar dushi 8-guruh 334-numurlik uy. Men bugun enim, singlim, qaynatam ve qaynayinim, qaynasinglim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Qaynatam. Bu kishi mening qaynatam. İsmi Abduqodir Noman. Bu odamlar jinoyati bo'lsa, ailandagilar islomiy, musulmon. Shu. Ikkinchi jinoyat bo'lsa, sen bolalaringni sen mana uzun ko'ngillik musulmoncha, uyg'urcha yashashga sen yo'l qo'yding degan jinoyatdan tutding. Bu kishiniki uyda tutilganlarning soni jiq. Shaxsan mening ayolimdan boshqa uydagi 7 aylan qamoqda. Addisi 4 yoshlik Abdurazzoq deydigan o'g'lidan tortib hammaning turmida. Bu mening singlim va singlimning qaynasingilisi. Bu resimdagi bu qizchaqning jinoyati bo'lsa, o'zingni yo'giding. Sen uzun ko'ngillik qayding. Shu atgan jinoyat. Ondan boshqa jinoyat yo'q. 2016-yili 2-ay yoki 3-ay mezgilda o'chib ketgancha bugungacha hech bir izdirgimi yo'q, o'lgimi yo'q, tergimi yo'q. Bu mening singlim Maryam Gulmamat. Singlimning jinoyati bo'lsa, Saudirbistonda o'qiganlik jinoyat. Musulmon bo'lib qolganlik jinoyat. Singlim Saudirbistonda Jami'a Qur'onning magistrlik fakultetida o'qiyotgan, magistrlikda. Shariat fakultetining magistrlikda o'qiyotgan. 2016-yili 5-ay o'tirdi. Tutib ketgancha bugungacha hech bir xabar yo'q. Hech qanday bir izdirgimi yo'q. Bu mening ikki enim Mehmet Tursun Mehmet, Mehmet Mehmet. Bunun jinoyati 2006-yili sen Saudirbistonga borgan. Shu jinoyat boshqa jinoyat yo'q. Bu yendiki bu enimning jinoyati bo'lsa, faqat mening enimga qon qarindosh bo'lib qolganlik, urug' tuqqan bo'lib qolganlik, aka enim bo'lib qolganlik jinoyati. Undan boshqa hech bir jinoyat yo'q. Abdullah Kerim. Do'balning ismi Abdullah Kerim. Mening singlimning yo'ldoshi. Bu balon jinoyati bo'lsa, Xitoyning paslarning atgan jinoyati bo'lsa, ayoling chet eldikin, chet elga chiqadikin, chet elda o'qiydikin, sen bizga shuni demeding. Sen bizga shuni doklad qilmading. Bizni shu usullar bilan ta'minlamading, bizga moslashmading degan jinoyat bilan u balon echirib solib qo'ygancha bugun xabar yo'q. Bu kishi 2016-yili 2015-yilniki oxiri 2015-yili 12 ayb jo'rsa tutib echirib solib qo'ygancha bugungacha izdirgi yo'q. Qaynatam, qaynanam, qaynasinglarim, qaynayinim, addisi 4 yoshlik Abdurazzoq deydigan bir qaynanimdan tortib turmaga solaqliq shu paslarning qo'lida hayotmi, tirikmi, o'ldimi, kuydiribdimi, yakrak bo'lmaydi bularni maroda qilib ishvag'ini so'g'irib setivetdimi bilmaymiz. Mening enim buni 2016-yili 1-oyda tutgan. Buni
Bugün geçenlik hiçbir izdirgi yok. İzdirgini kılamam. Bunu 2016 yılı 5. ay. 5. ayının 10-15'leri şu günde bizge ahir kıtım bizge uçurda öndüler arkalık bizge paranlaştı. Ahir kıtım aka, ana, dada bugün bana nöbet kepti, terbiyeleniş nöbeti kepti. Beni tayyorluk kıldıydı. Şu bizden en ahirden anlayan sözümüz, anlayan gepimiz, sınırından en ahirden anlayan gepim şu. Bu enimni sınırını içirip etkenden keyin sak işkay bolgan vaqtısda aka, men mi terbiyeleşki çıldığa okşayman, menimi izlep keptikin. Menimi terbiyeleşki apırdığa okşaydı. İnşallah çılık olsak görüşemiz aka. Men de razı ol. Ağırlık gepim, men de razı ol deyin gepini arkadaşlar. Benim bu sınırımda olsa yolda kitip bağa yeriden senin kimin uzunken sen üzüngü maske takıp sen degen cinayetni kalpakına atıp şu yerden bir kam degen yer var. Şu yerge bir jıgı vargan pazistan geçirip degen hiçbir izlik yok. Meyli akbarat kanalında olsun, meyli qanday yerde olsun, qanday vasılarda olsun, Xitaylarning Uyg'urlar anda terbiyeleniyordu, manda rahat yaşadı, Müslümanlar andagay, mandagay, hemmisi osurup. Çeteldeki Uyg'urlarımız musafirsining derdini yetkişte atadımız. Vatanın işidiklerimiz olsa, işek çoşuk köymegen zulümünü görebatımız.